Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, fuqarolar. 3 karralik soliq kimlar uchun va uni qanday qaytarib olsam bo'ladi degan savollar ko'plab tushgan. 3 karralik soliqni qayta hisob-kitob qilish bu jismoniy shaxslar yer va mol-mulk solig'i uchun. Bu turarmi, noturarmi farqi yo'q. Hammasiga tatbiq etiladi. Bu 1153-soliq qonuniga asosan 2020-yil 1-yanvardan 2024-1-iyungacha siz agar ortiqcha egallab olgan yeringiz yoki noqonuniy egallangan, noqonuniy foydalangan yeringiz uchun 3 karra soliq to'lagan bo'lsangiz, shunda to'lab kelyapsiz, 3 karra hisoblangan. O'zi soliq kodeksiga asosan bunga imtiyoz berildi. O'sha pullaringizni yoki siz mana 2024-yil 1-iyundan buyog'iga bugungi kunga qadar soliq qarzingiz bo'lsa yoki to'lovingiz chiqqan mana 15-oyda shunga bemalol uni o'tkazishingiz mumkin. Yoki soliq kodeksining 103, 105 moddalariga asosan uni soliq organiga ariza orqali murojaat qilib 15 kalendar kunda qaytarib olishingiz mumkin. Ushbu soliq kodeks 103-moddasiga asosan qaytarib olish tartibi bor. Birinchi o'rinda siz to'layotgan soliqlaringiz qarzdorligingizga yo'naltiriladi va bu yilgi to'lovlaringiz yo'naltiriladi. Undan ortgan qismi sizga qaytarib beriladi. Bugungi kunda hisob-kitoblarga qaraganda почти O'zbekiston bo'ylab 2751 ta hujjatsiz yerlar va 1600 dan oshiq noqonuniy egallab olgan yerlarning 1,5 trillionga oshiq ortiqcha emas to'langan soliqlarni fuqarolarimizga qaytarib berish ko'zda ularga yengillik yaratish maqsadida hamda o'sha soliq qarzdorlarini kamaytirish maqsadida. Lekin 2024-yil 1-iyundan buyog'iga sizga o'sha noqonuniy foydalanganingiz uchun 3 karra hisoblanaveradi. Lekin o'sha yangi kadastr olayotganlar, hujjatni qonunlashtirayotganlar bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobargacha, ya'ni 12,360,000 so'mgacha bo'lgan qismi avtomat ravishda sizga kadastr organlariga hujjatingiz ketadi soliq organidan. Undan oshgan qismiga lekin o'sha solig'ini to'lab qo'yishingiz kerak. Soliq to'laganingizdan keyin soliq organlari sizga xulosa beradi. Ushbu yangilikni barcha tanishlarga yuborib qo'yinglar. Soliq mobil ilovalaringizga qarab turinglar. Yaqinda Davlat soliq qo'mitasi tomonidan qayta hisob-kitob qilinadi va o'sha ortiqcha to'lagan pullaringiz sizga soliq ilovangizda qo'shimcha bo'lib ko'rinadi. Uni yo bu yilga hisoblab to'lab qo'yasizlar, xohlasanglar o'sha ariza orqali o'zingiz qaytarib olasizlar. Rahmat kattakon. 3 karralik soliq va kadastrdan yerlarni qonunlashtirish bo'yicha soliq organlaridagi muammolar bo'yicha savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin.